Mavzu: ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab yoshdagi aqli zaif bolalarning ekologik tarbiyasi. Reja: ekologik tarbiyaning nazariy asoslari va ahamiyati. Aqli zaif bolalarning psixologik xususiyatlari va ekologik tarbiya jarayoni. Ekologik tarbiyani amalga oshirish metodlari va samarali yo'llari. Ekologik tarbiyaning nazariy asoslari va ahamiyati. Ekologik tarbiya bu shaxsda atrof muhitga ongli, mas'uliyatli va ehtiyotkor munosabatni shakllantirishga qaratilgan uzluksiz pedagogik jarayondir. Zamonaviy jamiyatda ekologik muammolarning kuchayib borishi ekologik madaniyatni erta yoshdan shakllantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Ekologik tarbiya bu shaxsda atrof muhitga ongli, mas'uliyatli va ehtiyotkor munosabatni shakllantirishga qaratilgan uzluksiz pedagogik jarayondir. Zamonaviy jamiyatda ekologik muammolarning kuchayib borishi ekologik madaniyatni erta yoshdan shakllantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ekologik bilimlar soddalashtirilgan, amaliy yo'naltirilgan va ko'rgazmali shaklda berilishi lozim. Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi o'quvchilarda tabiatga mehr, uni asrashga bo'lgan ehtiyoj va kundalik hayotda ekologik jihatdan to'g'ri xulq-atvorni shakllantirishdan iborat. Bu jarayon orqali o'quvchilarda ekologik ong va madaniyatning boshlang'ich elementlari rivojlanadi. Ekologik tarbiyaning nazariy asoslari. Zamonaviy davrda global ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi, atrof muhitning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi jarayonlar insoniyat oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois ekologik tarbiya masalasi nafaqat umumta'lim maktablarida, balki ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ham dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmoqda. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda ekologik tarbiyaning ahamiyati ayniqsa katta, chunki aqli zaif bolalar ko'pincha ijtimoiy hayotga moslashishda qiyinchiliklarga duch keldilar. Ekologik tarbiya esa ularni mustaqil hayotga tayyorlashning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ekologik tarbiya bolalarning axloqiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tabiatga mehr-muhabbat, jonivorlarga g'amxo'rlik, o'simliklarni parvarish qilish orqali ularda rahm-shafqat, mas'uliyat va ijobiy emotsional sifatlar shakllanadi. Ekologik tarbiya jarayonida inson, tabiat, jamiyat tizimi o'zaro bog'liqlikda o'rganiladi. Bu esa bolalarda borliqni yaxlit idrok etish, oddiy sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunish imkonini beradi. Masalan, tabiatni ifloslantirish inson salomatligiga zarar yetkazishini oddiy misollar orqali tushuntirish mumkin. Ekologik tarbiyaning nazariy asoslari bir qator pedagogik va psixologik tamoyillarga tayanadi. Ular quyidagilardan iborat. Ilmiylik tamoyili. Ekologik bilimlar ilmiy asoslangan, haqqoniy va sodda shaklda berilishi kerak. Tizimlilik va izchillik tamoyili. Ekologik tushunchalar bosqichma-bosqich oddiydan murakkabga qarab o'rgatiladi. Ko'rgazmalilik tamoyili, ayniqsa aqli zaif bolalar uchun real obyektlar, rasmlar va amaliy faoliyat muhim ahamiyatga ega. Faollik tamoyili. O'quvchilarni ekologik faoliyatga jalb etish orqali bilimlar mustahkamlanadi. Ekologik tarbiya esa ularni mustaqil hayotga tayyorlashning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, oddiy gigiyenik va ekologik odatlarni, atrofni toza saqlash, suvni tejash, chiqindilarni to'g'ri tashlash o'rgatish orqali ularning kundalik hayotdagi mustaqilligi oshadi. Ayniqsa ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab sharoitida u o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi, mustaqil hayotga tayyorlanishi va ekologik jihatdan mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ekologik tarbiya mazmuni. Bu o'quvchilarda atrof muhitga ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiluvchi bilimlar, ko'nikmalar, malakalar va qadriyatlar tizimidan iborat bo'lib, u shaxsning ekologik madaniyatini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda ushbu mazmun soddalashtirilgan, tizimli va amaliy yo'naltirilgan holda tashkil etiladi. Ekologik tarbiya mazmuni quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Ekologik bilimlar tizimi. Ekologik tarbiyaning asosini o'quvchilarga tabiat va uning tarkibiy qismlari haqida boshlang'ich ilmiy tasavvurlar berish tashkil etadi. Bu bilimlar quyidagilarni qamrab oladi.
Tabiatning asosiy komponentlari havo, suv, tuproq, o'simliklar va hayvonlar. Tirik va notirik tabiat o'rtasidagi bog'liqlik, inson faoliyatining tabiatga ta'siri, oddiy ekologik muammolar va ularning sabablari. Aqli zaif bolalar uchun bu bilimlar konkret misollar, ko'rgazmali vositalar va amaliy mashg'ulotlar orqali berilishi zarur. Murakkab nazariy tushunchalar maksimal darajada soddalashtiriladi. Ekologik ongni shakllantirish. Ekologik ong bu o'quvchilarning tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash darajasi bo'lib, u ekologik bilimlar asosida rivojlanadi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ekologik ongni shakllantirishda hissiy ta'siriy yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ekologik xulq-atvor va amaliy ko'nikmalar. Ekologik tarbiyaning eng muhim jihatlaridan biri o'quvchilarda kundalik hayotda qo'llaniladigan ekologik xulq-atvorni shakllantirishdir. Mazkur ko'nikmalar asosan amaliy faoliyat orqali shakllantiriladi. Aqli zaif bolalarning psixologik xususiyatlari va ekologik tarbiya jarayoni. Aqli zaif bolalar psixik rivojlanishning o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ularning idrok etish, tafakkur yuritish, xotira va nutq jarayonlari sekin rivojlangan bo'ladi. Ayniqsa, abstrakt tushunchalarni anglashda qiyinchiliklar kuzatiladi. Shu sababli ekologik tarbiya jarayonida quyidagi psixologik xususiyatlarni inobatga olish muhim. Ko'rgazmali idrokiy tafakkur ustunligi. Ular konkret misollar orqali yaxshi tushunadi. Qisqa muddatli diqqat, mashg'ulotlar qisqa va qiziqarli bo'lishi kerak. Takrorlashga ehtiyoj, bilimlar ko'p marotaba mustahkamlanadi. Emotsional ta'sirchanlik, ijobiy his-tuyg'ular orqali o'rganish samarali hisoblanadi. Ekologik tarbiya berishda bolalarning real hayotiy tajribasiga tayanish muhim. Masalan, o'simliklarni parvarish qilish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish orqali ular tabiat bilan bevosita aloqaga kirishadi. Shuningdek, pedagoglar individual yondashuv asosida har bir o'quvchining rivojlanish darajasini hisobga olib ishlashlari lozim. Aqli zaif bolalarda emotsional sohaning nisbatan rivojlanganligi esa ekologik tarbiya uchun qulay imkoniyat yaratadi. Ular tabiatga nisbatan tez ta'sirlanadi, hayvonlar va o'simliklarga mehr bilan qaraydi. Shu jihatdan ekologik tarbiya jarayonida hissiy ta'siriy usullar, kuzatish, tabiat qo'yniga sayohatlar, jonli muloqot muhim rol o'ynaydi. Ekologik tarbiya jarayonini tashkil etishda quyidagi metodik yondashuvlarga amal qilish lozim. Individuallashtirilgan ta'lim. Har bir o'quvchining rivojlanish darajasi va imkoniyatlariga hisobga olish, ko'rgazmalilikka tayanish, real obyektlar va amaliy faoliyat orqali o'qitish, takrorlash va mustahkamlash, bilimlarni barqarorlashtirish uchun muntazam qaytarish, faollikka undash, o'quvchilarni bevosita ekologik faoliyatga jalb qilish, ijobiy rag'batlantirish, maqtov va qo'llab-quvvatlash orqali motivatsiyani oshirish. Ekologik tarbiya jarayonida o'quvchilarning kundalik hayot tajribasiga tayanish muhim ahamiyatga ega. Masalan, suvni tejash, chiqindilarni tashlash, gullarni sug'orish kabi oddiy faoliyatlar orqali ekologik bilimlar hayotiy mazmun kasb etadi. Bundan tashqari, o'qituvchi va tarbiyachining shaxsiy namunasi ham muhim omil hisoblanadi. Ekologik tarbiyani amalga oshirish metodlari va samarali yo'llari. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda ekologik tarbiyani samarali tashkil etish o'qituvchi va tarbiyachilardan maxsus metodik yondashuvni talab qiladi. Aqli zaif bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ekologik ta'lim jarayoni ko'rgazmali, amaliy va tizimli tarzda olib borilishi lozim. Ekologik tarbiyani amalga oshirish metodlari kompleks va o'zaro bog'liq tizimni tashkil etadi. Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktablarda ushbu metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga mos holda tashkil etilishi lozim. Ko'rgazmalilik, amaliy faoliyat, o'yin texnologiyalari va rag'batlantirish asosida olib borilgan ekologik tarbiya o'quvchilarda barqaror ekologik bilim, ko'nikma va xulq-atvorni shakllantiradi. Ekologik tarbiya metodlari. Bu o'quvchilarda ekologik bilim, ko'nikma va xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik usullar majmuasidir. Ushbu metodlar o'zaro uyg'un holda qo'llanilganda yuqori samaradorlikka erishiladi. Ekologik tarbiya jarayonida didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ko'rgazmali metodlar. Ko'rgazmali metodlar ekologik tarbiyaning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Chunki aqli zaif bolalarda ko'rgazmali obrazli tafakkur ustun rivojlangan bo'ladi.
Bu metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: rasmlar, plakatlar, maketlar orqali tushuntirish, videoroliklar va multimedialardan foydalanishda tirik tabiat burchagini tashkil etish, akvarium, gullar, kichik hayvonlar, tabiiy obyektlarni bevosita kuzatish kerak bo'ladi. Amaliy faoliyat metodi. Ekologik tarbiya jarayonida amaliy faoliyat yetakchi o'rin tutadi, chunki aqli zaif bolalar uchun bilimni amalda bajarish orqali o'zlashtirish eng samarali usul hisoblanadi. Amaliy faoliyat turlari: daraxt va gul ekish, ularni parvarish qilish, sinf va maktab hududini tozalash, chiqindilarni yig'ish va saralash. Bu faoliyatlar orqali o'quvchilarda nafaqat ekologik bilimlar, balki mehnat ko'nikmalari, mas'uliyat va tartiblilik ham shakllanadi. Eng muhimi, ular ekologik xulq-atvorni real hayotda qo'llashni o'rganadilar. O'yin texnologiyalari. O'yin faoliyati aqli zaif bolalar uchun tabiiy va samarali o'qitish vositasidir. Ekologik tarbiya jarayonida didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Misollar: toza va iflos muhit o'yini, tabiatni asraymiz rolli o'yini, rasm tanlash va guruhlash mashqlari. Suhbat va tushuntirish metodi. Ekologik tarbiya jarayonida suhbat metodi ham muhim ahamiyatga ega. Bunda o'qituvchi o'quvchilar bilan oddiy, tushunarli tilda muloqot olib boradi. Suhbat jarayonida savol-javoblar orqali fikrlash faollashtiriladi. Oddiy hayotiy misollar keltiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.